Umrimda birinchi marta bunaqa o'tirishim. Anaqalar o'shanchanda o'tirar ekanda. Buni oqibatda. Bo'ldi, tushamiz, hozir tushamiz, bo'ldi. Bo'ldi. Buni oqibatda. Bir yilda bir marta ishim tushadi, o'sha kuni seni ishing chiqadi deydi. Buni taniganlar biladi. Nima deyman? Islom aka meni tashqilatdi. Islom aka mana shu gaplarni qo'ymasangiz, lekin aka xafa bo'lamasizlar. Nima esa televizionni olish kerak. U kimga olyapmiz? Qizim, Bank. Saidar Ahmedovni anaqaga to'yga borsak, pul olib kelamizlar. Bank. Saida Rametova men uchun o'sha 40 ta joni bor ayolni bittasi Saida opam. Shaddod amma, Fon. aziz insonim. O'zbekning hozirgi kundagi haqiqiy onasi. Shu hamma narsa, hamma insonni o'rnini bosadigan inson bo'ladilar menga. Ota, ona bo'ladimi, buvi, doda, kim bo'lsa ham o'rnini bosib beradigan insonlar. Mana opajonim bilan Saida Rametova. Toshkentdagi ena. Ona. Afsona. Yaxshi inson, mahoratli aktrisa. Menga xolamlar bo'ladilar. Onamdan keyin ikkinchi onam desam ham bo'ladi. Katta bo'l. Saida Rametova men uchun eng yaxshi ko'rgan aktrisam. Men uchun qadrdon opajonim. O'zbek general qaynonasi deb bilaman katta. Yaxshi ko'rgan opalarimdan bittasi. Gohida dugonam, do'stim, hamrohim, onam, onashim, gohi paytlari qizim. Xullas, juda bir ko'p insonni o'rnini to'ldirib turadigan inson. Saida Rametova avvalo men uchun mehribon ona, suyukli aktrisa, qadrdon do'stim, sponsorim. Mehribonlik. Ko'p san'atkorlar kelsa, texnik jamoani uncha mensimaydi. Saida opada shu texniklarga ham haligi mehribonda, ovqatlar ortib qolsa ham bolalar olinglar deydilar. Yuramiz biz ham haligi qilmasdan, tortinmasdan. Do'stsevarlar, do'stlarini yaxshi ko'radilar, ustozlariga juda mehribon. Insoniylik fazilati. Erkalanishlari. Erkalanish ularga yarashadi. Qo'llar ochiq, juda. Kechirimliligi. Juda kuchli va juda ham sabrli va juda ham irodali va ko'p narsani ichiga yutib, yuzida bo'lsa faqat hech qanaqa g'ami yo'q insonni ifodalab beradi. Merhaba. Yaxshimi, yomonmi? Sinfdan kerak bo'lsa 9-sinfgacha yillarimni eslayman. Onalik fazilatini unutmaganlar. Nafaqat o'zi ham tinmaydi, boshqani ham tindirmaydi. Hech kimnikiga o'xshamaydigan odamiylik. Saida opamlar juda ham mehribonlar. Nima deyishim kerak? U kishini buyuk insonga o'xshataman. Har tomonlama kuchli, mehribon, juda ham e'tiborchan. Saida Rametova. Yaqinlariga, qarindoshlarga mehribon. Haddan ziyod samimiy. Opani bitta xislatini hurmat qilaman. Ishiga juda ham e'tiborlik. Teatr deganda, kino deganda faqatgina shu ijod bilan bo'ladi. Mana shu xislati yoqadi. O'zini yaqinlariga nisbatan ham va insonlarga nisbatan ham juda mehribon. Rostgo'ylik. Samimiyatlari, rostgo'yliklari. To'g'ri so'zliklari. Kuchli mehribonliklari. Yaxshilik. Kichkina narsalardan ham quvonadilar u kishi.
zo'r reklamalar. Yurtimizni tinchligi, dunyoni tinchligi. Yaqinlardan kelgan mehr, e'tibor deb o'ylayman. Ulardimi? Ko'proq kelin salom bo'lsa, to'ylar bo'lsa xursand bo'lardi. Pul. Oilasidagi bo'lgan hammani xotirjamligi. Ish jarayonida komandasi xursand qiladi. Uyda hamma narsa tinchmi deydilar. Ha, desak shu quvontiradi. Va pul quvontiradi. omadli o'tgan spektakllari zo'r chiqsa o'sha quvontiradi. Yaxshi ish xursand qiladi. Pul xursand qiladi. Ko'rsatuvdan keyin Said opa o'zimiz ovqatlangani boraylik desam, Said opam haligi ovqat nima, qaytga olib borasiz, u qolib ketdi, o'shani o'ziga xursand bo'lib ketadi. Shu semaykada oila bilan bitta joyda o'tirib, ana qilsa xursand bo'ladilar doim. Lekin Said opa yurgan yo'llarida, har qadamlarida kichik-kichik e'tirofdan, kichik-kichik e'tibordan ham hattoki juda ham bir xursand bo'lib, sevinib ketadilar. Men havas qilaman bu jihatlariga. Oilalardagi mehr-oqibat. Oilasi tinch bo'lishi. Птичий молоко. Teatr quvontiradi. Kasblari quvontiradi. Yosh ko'laman. Ha, oila davrasi u kishini quvontiradi. Saida Rametova hayotimda yo'q bo'lsam, bilmadim, bog'lanib qolganman lekin. Man opani endi faqat ekranda ko'rib turishga juda ham o'rganganman. Menimcha mana shu narsa yetarli bo'lmas edi men uchun. Kinolar, uylar. Menimcha birinchi o'rinda Toshkentda yashashga qo'rqardim. Balkim men Toshkentda qolmasdirman. Men agar shu narsani o'ylasam, menda qo'rquv paydo bo'ladi. Bilmasam, yulduzli oshxona ham boshqacha bo'lardi endi. O'z-o'zidan. Ranglar yo'qolardi. Kinolar bo'lmasdi. Kinolar huvillab qolardi. Teatrlar huvillab qolardi. Ha, katta qobil degan ovoz bo'lmaydi. Tasavvur qilish ham qiyin bu narsani. Ko'rsatuvlarimiz huvillab qolardi. Hamma narsa o'zgarib ketadi. Hozir o'sha O'zbekiston davlat konservatoriyasini tugatmagan bo'lardim. Bunisini bilmadim, lekin qiyin tasavvur qilib ko'rish. Kulib yashash. O'zlarini borliklari bilan bizlari xursand qilib yurishlarini, bir so'z bilan aytganda bor bo'lib yursinlar. Shuni o'zi bizga yetadi. Sog'lik. Faqat metindek sog'liq tilayman. Bitta tilashi mumkin bo'lgan narsa, san'atkor uchun eng muhim narsa xalqni e'tiboridan qolmaslik. Yorug'lik, baxt, bilmadim, quvonch, suyansa bo'ladigan tog'. Sog'lik. Ularga bitta narsa tilash imkoni bo'lsa, hamma nima tilashini bilaman. Hamma tilagani uchun u narsa bor degan holatda men ularga mehr tilardim. Baxt. Va tezini yetkazaman. Erishdingiz. Faqat sizga sog'lik va o'zingizni asrashingizni tilab qolaman. Men sizni yaxshi ko'raman. Oilamiz sizni yaxshi ko'radi. Sog'lik tilagan bo'lardim. Erta olganlar his qilmas balki. O'z vaqtida olganlar ham his qilmas buni. Biron narsani. O'sha lekin onajon sizga endi vaqti kelgan ekanda. Men bitta narsani sizdan iltimos qilib so'rayman. Bu insonmiz. Yana avval aytaman. Xalq artistidan keyin yana mukofotlar bor. Shuning uchun ijoddan to'xtamang. Bilmayman, balkim bir kun ona bolani o'ynarmiz. Ona bolani o'ynasak bir. O'zbek romoli tushdi boshlariga. Yechadilarmi, yo'qmi, lekin baribir o'sha o'zbek ayolini timsoli onaxonda bor.
shu uchun iloji boricha shu timsolni Shu buvini rolini o'ynashlari yaxshi buvini o'zlarini qanday bo'lsa shunaqa rollarni o'ynab berishlarini xohlardim. Judayam bir katta ampuladagi, katta emotsiyadagi tarixiy qahramonni gavdalantirishlarini xohlardim. Yanada shu tarixiy rol kutgan bo'lardim. Hozirgi yoshlarida yangi Saida Rametovani, Munisa, Oqila, Zabardast, ulug' buyuk siymolarimiz obrazini yaratishlarini kutaman. nima deyish mumkin? Umri uzoq bo'lsin iloyim. Yomon ko'zni asrasin. Yuza kirsin mani qizim orqamda. Buva, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sizni yaxshi ko'raman. Hammamizdan baxtli inson bo'ling. Buvijon, sizni yaxshi ko'raman. Va o'zbek san'atida o'ziga xos va takrorlanmas o'rningiz bor va chin dildan niyat qilardimki, hech qachon dard ko'rmang va ijodiy kamolotingiz yuksalishda davom etaversin. Sizni mehr ila cheksiz yaxshi ko'raman. Ayyom muborak. Mustahkam sog'lik. Eng asosiysi xotirjamlik. Xolajon, sizni boringizga shukronalik keltiraman. Tilaklarim juda ham ko'p. Qancha aytsam ham kamlik qilib. Sizni yaxshi ko'raman. Nega yig'layapsiz? Sangrab qolaman. Xalqni qalbida bo'lgan san'atkorlar umrbod yashashi mumkin. Saida opa, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Iloyim 100 yoshlarga kiring, 100 yoshlarga kirganingizda ham bizga o'xshagan shogirdlaringiz, ukalaringiz, farzandlaringiz baxtiga doimo sog', omon bo'lib yuring. Opa sog' bo'lsin, ijodini faqat davom ettirsin. Mana hozir xalq artistlarini olib, mana endi O'zbekiston qahramonigacha borsin shu inson. Chunki u bu narsaga arziydi. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Shu kungacha hamma menga qilgan yaxshiliklaringiz uchun rahmat. Onamdan ham ko'p mehr berganingiz uchun men sizni rostdan chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Tabriklayman. Baxtimizga har doim sog' salomat yuring. Shu farzandlarni, nevaralarni yaxshi kunida, yaxshi to'yda o'zingiz ana shunaqangi dikkillab, sakrab, hech qaysimizni tindirmasdan o'shanda bosh o'pib turing. Qolganini o'zimiz qilamiz. Saida opa, sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Baxtimga har doim shunaqa o'ynab, kulib, hammani shodlantirib yuring. Bizani akam bilan oilaviy hammamizni tong ottirganimizda tinch yurtda tong ottirishimizga sababchi bo'ldingiz. Orzularimiz shu yerda quryapmiz. Shu orzularimizni qurib bitiraylik. Vatanimizni zarrasi bo'lib yashash nasib qilsin, oxirlik bo'lib. Onajon, Umringiz uzoq bo'lib, faqat va faqat farog'atda yashang. Saida onajon, ayyomingiz muborak bo'lsin. O'ylagan niyatingizga tilakdoshman. Doim shunaqa chiroyli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Buvijon, sizni to'rtta yosh qo'yaman. Saida opa, tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'zlariga tilaydigan gapim, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz juda ham hammaga keraksiz. Mendan tashqari oilangizga, farzandlaringizga siz eng zo'r buvijonsiz. Iltimos, biz uchun, farzandlaringiz uchun, o'zbek xalqi uchun ko'p yashang. Atrofimizdagi o'sha ranglar bo'lib turing. Qalbimizni, uyimizni, yuragimizni, telekanallarimizni, kinolarimizni, teatrlarimizni, O'zbekistonni boringki, dunyoni, yer sharini to'ldirib turing. Saida opa alomat, Temur xotindagi alomat. Charchamaylar. To'ydan kelib, syomka qilib, davlat tadbiriga borib, yana qaytib kelib, yana yulduzli oshxona davom ettirib, kechga keyin soqqani ishlash kerak, soqqani to'ygan ketaveradi. O'shanga Temur xotinni dirdim bitta so'z bilan. Qizim, iltimos, dorilaringizni vaqtida ichib turing.
Qachon peshkom yurishga chiqasiz? Peshkom yurib turing. Sizlar repetitsiya yozib bo'ldinglarmi? Mana shunaqa albarak aslarda.